yozadi-da ba'zi bir mutaxassislar. Mutaxassis deyman, ularmi? Mana shu Instagram platformasini kuchli yurgizib, o'sha axbatimni ko'targandan keyin auditoriyada AXTG'ga aytdilar-da, Instagram yurgizgandan keyin odamlarning saviyasini ko'raverasan, kulib qo'ydilar-da, tushunmadim birinchi. Kommentariy degan narsa bor-ku. Shayton bizni yana kommentariyga chorladi deb boshladik. Kommentariyalarga kirib o'qib ko'raverar ekansiz, insonlarning saviyasini qay darajaga. Bu bitta videoyimda maqsadli insonlar bilan bitta safda yurganimdan xursandman, shunaqa deb gapirganman-da. Endi o'z ma'zurchiga berganman. Maqsad nima endi? Samarqanddan Toshkentga qatnab zalga kirib kachatsa qilishmi? Maqsad nima? Shu ham maqsadmi deganda tipa. Tushunasizmi? Ustoz aytgani uchun oddiy qaradim. Birida kayfiyatingiz ko'tariladi, birida jahlingiz chiqadi, e'tibor bermayman. Ba'zilarning profiliga kirib ko'raman-da, kommentariy yozganlar. O'sha yozgan kommentariysidan o'zini holatini xabari yo'qda. O'sha negativchilarning bori ham yaxshi ekan. Platformani yaxshi yurgizar ekanda ular, algoritm yaxshi yurar ekan. Kommentariy yozilaveradi, bir-biriga jo'natadi. Boringlarga shukr, negativchilar. Yozib turinglar. Biza yana o'zi realniy men tanigan negativchilarimiz ham bordi. O'shalarga aytgan bo'lardim, to'shda gapirib emas, amal bilan ko'rsatinglar. Gapni hamma biladi. Transformatsiya bo'ladi, boshqa bir qanaqadir natija bo'ladi, natijalarni amal bilan ko'rsatinglar. Gapni hamma biladi.